Vaqt yetmayaptimi? Yo yana erinyapsizmi? Yo har safar ish dushanbaga qo'yganingizda haftani boshiga to'g'ri kelib qo'yaptimi har safar? Wait, what? Bugun men ko'rsatadigan 3 ta kanalni shunchaki kuzatib boring va hayotingizni o'zgartiring. Hop, birinchi YouTube kanal Ali Abdal. Biroq o'zlari haqida ozgina gapiradigan bo'lsak, bular boshida Cambridge'da o'qiganlar, keyin doktor bo'lganlar, keyin doktorlik paytlarida bir vaqt ustida YouTube ham yuritganlar, keyin biznes ochganlar, endi nimalar qilganlar. One eternity later. Vobshe ko'pki hozir qisqasi millionerlar. Keyin shu hayotlari davomida juda ko'p darslar o'rganganlar va har bitta darslarini YouTube kanallarida ochib beradilar. Har bittasini. YouTube kanallari unumdorlik, ya'ni produktivlik haqidagi uslublar, texnikalar, videolarga tiqilib yotibdi. Qanaqa vaqtingizni tejash, taqsimlash, erinchoqlikni yengish, maqsadlar qo'yish, ularga qanday iloji boricha tezroq erishish va eng muhim joyi qanaqa ishingizni yaxshi ko'rish. Shularni o'rgatadi. To'g'ri, hozir bunaqa narsalarni ko'p eshitgansizlar, lekin ular mayda chudalarigacha, har bitta texnikalarigacha tushuntirib beradilar. Men bu kanalni уже 1 yildan oshiq kuzatib boryapman va uni meni hayotimga bo'lgan ta'siri juda ham katta. Har bitta videolarni ko'rib chiqsanglar, men sizlar eng unumdorli odamlarni 0% ga kirishinglarga kafolat beraman. Menga ishonsanglar bo'ladi endi. Va videolar haqidagi menga yoqadigan narsa bu uni vibe, ya'ni atmosferasi. Ularni ko'rgandan keyin siqilib qolmaysiz. Va hali shuncha narsa qilishim kerak ekan, va hali uncha orqada ekanman deb bo'lmaysiz. Ular videolari juda ham sokin, sekin va hamma narsani mayda judalarigacha tushuntirib beradilar. Ya'ni dam olasiz ularning videolarini ko'rganingizdan keyin. Va yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam bu kitobga bo'lgan birinchi sevgim mana shu kanaldan kelgan. To'g'ri, hozir ko'pchilik kitob o'qishni yoqtirmaydi, o'qimaydi ham, zerikarli deb biladi, lekin mana shu kanalni bir ko'rib chiqing, kitoblar haqida videolarni bir ko'rib chiqing. Kitob o'qishni yaxshi ko'rib qolasiz. Va yaxshi ko'rib qolasiz deganda, o'qishga qiziqasiz emas, balki shu kitob o'qiganingizdan keyin undan olgan darsingiz va o'sha darsingizni hayotingizga bo'lgan ta'siri kitob o'qishga qiziqish uyg'otadi. Shu kanaldan keyin haftada bitta kitob o'qiydigan bo'lib qo'yganman va ishoning boshqadan bo'lib ketasiz agar shunaqa kitob o'qiydigan bo'lsangiz. Va men badiiy kitob haqida gapirmayapman, balki self improvement va self help booklar ana o'shalardan foyda keladi. Hop, ularning YouTube kanallaridan tashqari, ya'ni ulardan olishingiz mumkin bo'lgan foydali ma'lumotlar haqida gapiradigan bo'lsak, ularning kurslari bor, onlayn kurslari. Biznes haqida bor, YouTube haqida bor. To'g'ri tekinman, lekin puliga arziydi. Men ham masalan YouTube haqidagi kurslarni ko'rib chiqqanman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Bundan tashqari, oxirgi aytmoqchi bo'lgan narsam, ularning kitoblari ham bor. Feel Good Productivity degan. Va bu kitoblarida ular qanaqa bir ishni uni yoqdirgan holda ko'p qilishni o'rgatadilar. Hozir ko'pchilik bir ishni keyinga surishini yoki umuman qilmasligini asosiy sababi bu shu ishni zerikarliligi, undan zavq yo'ligi. Va mana shu kitob qanaqa qilib o'sha ishdan zavq olishni o'rgatadi. Va juda ham foydali, men sizlarga tavsiya qilaman. Hop, endi keyingi ikkinchi kanalga o'tamiz. Va ikkinchi kanal Ali Abdal. Kesib yuboringlar. Kesib yuborarsizlar. Hop, ikkinchi kanal Dan Martel. Hop, bu kanalni vibe'ga keladigan bo'lsak, bu sal qo'polroq bo'lishi mumkin, lekin yaxshi ma'noda. Chunki bu akamiz sizlarga haqiqatni dangal-dangalchasiga aytadilar. Va bu kanalni boshqalardan ajratib turadigan joyi shuki, u asosan sun'iy intellekt haqida. To'g'ri, hozir hammamiz sun'iy intellekt rivojlanib ketyapti, keyinchalik ko'p ishlarimiz olib qo'yadi, biz nima qilamiz degan narsalar hammada xavotir uyg'otyapti. Va Dan Martel qanaqa qilib shu xavotirni yengishni o'rgatadi. Ya'ni, agarda kelajakda sun'iy intellekt tomonidan boshqarilishni xohlamasangiz, hozirdan uni boshqarishni boshlang. Va hozir ko'pchilikdan sun'iy intellekt ishlatishni bilasanmi desangiz, GPT bilan har kuni gaplashaman deydi. O'sha ham bo'lsa agar, nimaga desangiz, uyishimni beradi yoki просто zerikkandan gaplashib turaman deydi. Shu Dan Martel akamning bir ikkita videosini ko'ring.
u sizga har bitta yo'nalishga eng to'g'ri sun'iy tanlab beradi. Bularning hech qaysi GPT yo'q, ishoning. Masalan, Cloud Code, Cloud, Gemini, Manus, Open Cloud, One eternity later. Grok, Lovable, Base 44. Denmartel sizni o'rningizga har bitta yo'nalishga eng to'g'ri sun'iy tanlab berib, undan qanday qilib eng samarali yo'lda foydalanishni o'rgatadilar. Va menga ishoning, bu tavsiya qilgan sun'iy intellektlarni ishlatgandan keyin GPTga boshqa qaytib kelmaysiz. Shuncha paytdan beri shu narsalarni bilmaganman deb qo'pol qilib aytganda ko'zingizni ochib yuboradilar. Va shu sun'iy intellektlarni boshqarib, qanaqa qilib kuningizni avtomatlashtirishni, qanaqa qilib ulardan pul topishni ham o'rgatadilar. Va pul topish deganda qanaqa eng arzon ishlarni qilib beradigan narsalar emas, rostdan ham ishlaydigan va men o'zim ham ishlatib ko'rgan, pul ham topgan narsalarni o'rgatadilar. Va ulardan sun'iy intellektdan tashqari bakani kitoblar va motivatsion roliklari ham bor. Va ularni ko'rgandan keyin kitob o'qishga va ishlashga bo'lgan xohishingiz yanada ortadi. Aytgancha Apex degan kompaniyalari ham bor. Apex bu sizga Open Cloud degan hozirdagi eng zo'r sun'iy intellektni qanaqa qilib samarali ishlatishni o'rgatadi. Bu haqida shu kanallarda batafsil o'rganib olasizlar. Oxirgi aytmoqchi bo'lgan narsam, bularning ham o'zlarining kitoblari bor, Buy Back Your Time degan. Va bu time management haqida. Qanaqa qilib mana shu vaqt yetmayapti degan savolni yo'q qilib tashlashni o'rgatadi. Bu kanalni ko'rmasalar bo'lmaydi. Endi navbat 3-kanalga. 3 va oxirgi kanal. Alex Hormozi. Bu brat menimcha ismini bilmagan bo'lsangiz ham qaydadir ko'rgansiz. Chunki bu brat ham sportsmen, ham youtuber, ham muallif, ham podkastchi, ham va oxiri biznesmen va millioner. Bularning kanalida ham produktivlik va motivatsion roliklar tiqilib yotibdi. Va ularni ham o'ziga yarasha vibe. Juda dangal gapiradilar. Va bu kanalni boshqalardan ajratib turadigan joyi shuki, bu asosan biznes haqida. YouTuberlar ichida biznes haqida eng katta bilimga ega bo'lganlardan bittasi mana shu brat. Buni aniq ayta olaman. Chunki qanaqa qilib pul topishni, qanaqa qilib bu yo'ldan, qanaqa qilib bu yo'ldan, qanaqa qilib boshqa yo'llardan pul topishni hamma yo'lni o'rgatadilar. Qanaqa qilib biznes takliflari berishni, ular biznesni qanaqa qilib ochishni, yuritishni va shu biznes yuritishdagi mayda sirlarni ham o'rgatadilar. Menga ishoning, bularni ko'rgandan keyin uje pul topish menimcha sizga muammo bo'lmaydi. Ularning videolarida o'rgatadigan narsalari 3 institut va hattoki universitetlarda ham o'rgatilmaydi. YouTubedan tashqari narsalari ham tiqilib yotibdi. Nechtadir saytlari, nechtadir ilovalari, hattoki podkastlari ham bor. Spotify'ga kirib Alex Hormozi desangiz, Fitfilment podkastida chiqib keladi. Va shuncha ma'lumotni tekinga berayotganlarga hayron qolasiz. Alex Hormozining mashhur qilgan ishlaridan bittasi bu uni yozgan kitoblari. $100 million seriyalari bor. 1, 2, 3. Bu kitoblar sotuvga chiqishi bilan million odamlar sotib olgan. Endi ochilganida eng ko'p sotib olingan kitob deb Guinness rekordlariga ham kirgan. Va bekorga emas endi. Kanaliga kirib, batafsil o'rgansanglar bo'ladi. Kitobini ham o'qishni juda ham maslahat beraman. Agarda shu videoda sanab chiqqan 3 ta kanalimni shunchaki kuzatib borsangiz, hayotingiz katta ehtimol bilan o'zgaradi. Agarda yana shunaqa produktivlik yoki maslahatlar kerak bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va mana bu videoga kiring.